Anlayatqanlar Merkezi Halk Radyo Stansiyasının Beyjing'den berip atkan programmasi. Assalamu alaykum hürmetli radyo anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlaşılanlarını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Halida İsrail'nin Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anlatamiz. Voy qanday qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi qandu. Nima kunlarni ko'rib o'tadi. Men har qaysini pek obdan bilaman, qayqobdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni. Nemishqa orzulabdiki, mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. Şundaq emasmi? Bir çağlarda o mu xuddi o'g'li Odilga o'xshash yosh, kelishgan, hissiyotli yigit edi. Biroq uning boshliq dadasi yo'qdi. To'l onasi, 3 go'dak ukisi bor edi. Oliy maktabga borgan tunji yili qizlar yotiqida o'tkazilgan bir qitimliq o'ltirishda bir qiz uning qalbini asir qilib oldi. Shu kunimi ochiq derazadan shamolda tavirnib turgan serin gullar ko'rinib turibdi. Serin puruqi kishini mast qilgudek darajada quyuq edi. U qiz gulandamga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. U gulandamdek qizg'in, tetik ham mag'rur edi. Maktab bo'yicha qizlarning sarxili, gullarning toji edi. Ana shuningdan keyingi 4,5 yilni u shu qizning dardida o'tkazdi. Ular birga dars takrorlaydi. Sirtlarga birga chiqadi. İç sirini, xopiliq yoki xushalliqlarini bir-biriga aytishadi. Axshimi u sovuq sinfda kechalab o'ltirib, yolqinliq muhabbat lirikalarni yozadi. Atsi qiz bu she'rlarni o'qib ko'z yeshi qiladi. Biroq u oxiri uni emas, oblizni tanladi. Oblizning iqtisodi yaxshi edi. Chiroyli kiyinib qaytib yuradi. Mard, sehiy edi. O qizmu yana 20 yildan keyin hozirgi Rasidaning o'zi bo'ladi. Xuddi uningdek pishqon, quv, biror manfaatga erishish uchun hech qanday vosita tanlab o'ltirmaydigan ayol bo'ladi. Uning ko'zlari, kulishlari, qo'shuvimizni sal turishlari, hatto mengishlardimi kelgusida uning shundoq odam bo'ladiganligi ko'rinib turadi. O'z vaqtida u ajab musaddiq ekan. Uning chiroyiga, sirtqi ko'rinishiga shuncha uzoq vaqt kuyib pishib yurgan ekan. Endi o'g'li uning izidan meng'iyotdi. U uning mohiyatini ko'rib yetalarmikin? Yo'q, ko'rolmaydi. Ba'zida bir odamni haqiqiy tunib yetish uchun 20-30 yil ketadi. Tunib yetganda bo'lsa, hamma ish kechikkan bo'ladi. Buningga nima amal? Yoshlar hamon mustaqillikka intiladi. O'z ishiga boshqalarning chot kervelishini xohlamaydi. Agar uning o'g'li o'ziga qaraganda sovuqqonroq, tajribalikroq bo'lganida boshqa gap edi. Ammo u hozirga qadar o'g'lining vujudidan bu xil ortiqchiliklarni bayqamadi. Demak, bu dunyoda ishlar shundoq bema'ni. Nurg'un ishlarning toza joyida bo'lmayotganligini ko'rib, bilib tursan, uni ko'rmasga selishqa, uning yo'l qo'yishqa, hatto uni qo'llashqa, uning uchun badal to'lashga majbur bo'lasan.
Әтіргүл пұрақлық үзім харықи аста-аста тәсіріні көрсеткілі тұрды. Оның қиялыға адетте анчы чоңқыр хис қылмаған нұрғын ішлар. Acayip yaxşı, çonqur məzmunluq oy fikirlər kelətdi. Onun sözlü gözü, köңlüdeki nurgun sözlərini olturğanlarga töküp bərgüsü keldi. Biroq o sözləmədi. O'rinsiz sözləb qo'yishdan andishi qilib, Rashidaning gaplariga quloq selib jim o'ltirdi. Rashida u yer bu yerdan gap teshib, oxir gapni korpus yeng turalg'i uylarga. Tadqiqot o'rnining zamonaviy tajribaxona binosiga, selinish oldida turgan birlashma binoga yo'tkadi. Bu so'zlar uning ruhiy dunyosining eng nozik bir yerlarini titratdi. Darvaqa, mushuncha zo'r ishlar yolg'iz uning qo'lidan kelgan ishlar emas. Biroq uning g'oyat zo'r farosat, shijoat va chora-tadbir talab qiladiganligi pok. Uningdan ilgirkilar, o'zi bilan tang darajalik xeyli odamlar uning qilgan ishining yerimini qilaligini yo'q. Kishilar bizning jijang birsi gelidan ilinmaydi, yana biri satan xutunlarga aldanmaydi deyishadigan. Men ularga talat degan axloq fazilati kamolatga yetgan, er kishilarning ichida tepilg'usiz odam. Uning ustiga ranadek yetishgan, Said Jamol ayoli turgan yerda boshqa ayollarga nazarini solatdimi dedim, dedi Rashida. Haroqning kuchidanmikin yoki Rashidaning toza joyini tepib maqtashlaridanmikin, u o'zini bulutlar ustida parvoz qilayotgandek sezishga boshladi. Rost emasmi? Uyg'ur xalq boshliq bo'lsa, nafsining kayniga kirib bir yilga qolmay qo'rsoq soladi. Ikkinchi yilidan tortib xotinbozlik qilishga boshlaydi. Uchu gap ichishdan o'zini qattiq tortdi. Mehmondorchilik, ziyofatlarga oz bordi. Shu sababdan ba'zilarga yomonmi bo'lib qoldi. Uning atrofida parvona bo'lgan. Uning ko'nglini ufitishga tirishib, har xil hunarlarni ishga selib boqqan ayollar ozmaydi. Ammo u mushu vaqtga qadar o'ziga qilchi gap yo'qtirmadi. Uning do'stlari emas, dushmanlarimi uningga qoyil bo'lmay turolmadi. U o'z xiyollari bilan bo'lib ketgan chig'ida Rashida uni yumshoq bulutlarga mendirib, asta-asta bulutlar ustidan reallik qo'yniga qaytirib kelgan edi. U amdi Oblizning ota-onasi chet elga chiqib ketganligi tufaylidan madaniyat inqilobida tortgan kulpatlari, uzoqcha masalasi hal qilinmay esib qo'yilganligi, chetga qayqilganligi, yil-yillab yezlardan kelolmay dehqondek yalang'och to'pi kechib, zohirnon yeb ishlab ketganlarni so'zladi. So'zlab ko'ngli buzilib yig'labmi oldi. Uning gaplaridan ta'sirlanib ketgan Rana kichik, oppoq qo'lyog'liqi bilan uning ko'zlarini surtib, "Bo'ldi, amdi ko'nglingizni buzmang. O'tgan ishlar kelmasga ketdi. Amda ham ish yaxshi bo'lib ketdi-ku. Buningdan keyin texmi yaxshi bo'ladi. Talat savoqdoshlik, do'stlikning yuzini qilmasimi, Oblizning tortgan jafolari ishligining yuzini qila", dedi. Ular salqin yoz oqshimida piyoda qaytib kelayotgandimu, Talatning hayajonli kayfiyati besilmadi. U ayoli bilan qiziga to'xtamay so'zlab mo'ndi. Oilaliklar qo'rusi ichida ularga qator choy o'g'irlashtirishiga mongan bir to'p yosh ayollar uchradi. Barliq hunarini ishqa selib bo'lishiga yasnashgan. Bir-biridan chiroyli bo'lib ketgan cho'kallar ko'zlaridan o't chaqnitib, atrofga anglik attir puroqlarini, noz karishmalarini tarqitib, sumbatliq idora boshlig'i bilan uning ayoliga salom qilishdi. Talat har qachonki odatini buzib, ularga bir necha eg'iz chaqchaq qildi. Cho'kallar qoqoqlab kulishdi. Ularning kulki ovozi kecha osmonida xeylig'icha jaranglab turdi. Odil kechikibrak soat 10larda qaytib keldi. Xeyli vaqtlargacha hujrasining chirqini o'chirmay muzika anglab yotdi. Haroq ichmagili uzun bo'lg'achqimikin yoki haddidan ortiq hayajonlanish tufayli kechicha yaxshi uxlay olmag'achqimikin, atisi atigini u beshi yerilib ketgudek og'riyotgan. Ko'ngli ilishgan holatda uyg'ongan edi. Bu holat u yuz-ko'zini yuvib bir piyola qiziq choy ichgichi, hatto ishxonaga yetib kelgichimi o'nglanmadi.
Şuna arkasıdınla soğutuşup kırıp kelgen Mesture onun közüge her kaçankadın sert, yirginişlik göründü. Bugün o kıpkızıl çaşlarını xorazның tacısidek oldığı pakbaytıp yası bolgan. Çırayıdın, hareketidin, ügü-ügülerden bir kuşluk çıkıp duratdı. Nakşı eğitmisimu kişiге nakşı eğitivatkandek, meňişleri uslu oynawatkandek görünetdi. O, ayalga kapıqını türüp, zerdi bilen qarap koydu. Ayal onunla pisat qılıp mı koymay, hoca yıllarca kıyafette orunduk, das, çaydan degендek närselerini uyaqdan bu yaqa yötkep yüretdi. O, üstelning oldiga keldi. Onun inçiki barmaqlari üsteldeki hamma narsani tezlik bilan o'rnidan yötkashga boshladi. Telefon, qalamdan, siyah qutisi, gezit, kalendar. Növbet ko'zoynakka kelganda u birdil o'zini bosolmay qoldi. Onun ko'nglida uzoqdan buyon besilib kelgan bir norozilik birdil kuchli portlashga aylanib, bo'g'zidan etilib chiqdi. Bo'ldi quloq. Odamning ko'ziga kirib olmay chiqib keting. Tutazısınız mı buluverdi o. Qandaq degan xotin bu taraq tugmaydigan. Ayol hongdan qoldi. Keyin birdil g'azablangan tishi mushukdek ko'rpaydi. Ushbulun shaklda sizilgan qoshlari g'alit sakrab ketdi. Qo'lidagi ko'zoynakni aynak ustiga taroqqida qo'yib, og'zini qo'yiblavatdi. Voy, qandaq odam ma'vu? Noshtiligini istab qashdimi nima? Nim bo'ldingiz? Qoq poq yemasa nim odamga sholingizni chachirtisiz. Men bu yerga sizni seg'inib, didoringizni ko'rgili kelmadim, xizmatimni qilgili keldim. Gapingiz bo'lsa chiroyli chiqilinjimi? Siz mening dadam emas yo erim emas. Odamni ko'zi kirib olmay deb ketganlarini texi. Nimachi yo'g'anlik bu? Sizdek juyjang, pujongda nechini ko'rganmiz. Angladingizmi? Ayolning varqirgan ovozini anglagan kishilar koridorga chiqishdi. Ular boshliqning ishxonasining oldiga kelib, tomosha ko'rishdan ayminib, xuddi bir ishi bordek bir-biridan ishxonaning oldidan o'tib, yana qaytib kelishdi. Koridorda bir-biriga qarashib, og'zini tutib qusurlashib, jadalning avjiga chiqishini saqlab turishdi. U javob qaytarmadi. Javob qaytargan bo'lsa, sizda xotinning bu yerda ishlash salohiyatingiz yo'q. Berib o'zingizga loyiq ish teping. Davetishi yoki texmi yomon gaplar bilan ko'nglidagi hamma noroziliklarini to'kib tashlashi mumkin edi. Ammo noroziliklari tufayli ochiqlanishning naqadar o'rinsizligini biladi. Texmi muhimi, ayolning ikki qo'li bilan belini tirab turgan g'azabli holati. Qizirib po'kandek bo'lib ketgan chiroyi, g'azab o'ti chachirtib turgan ko'zlari. Qisqasi, ayolning oshu turqadagi qandoqdir bir narsa uni pastgo'yga tushirgan, qurolsizlantirgan edi. U sal hamiqib, boshqacha qiziqarliq, g'alati bir narsani ko'rib qolgandek unga qarab qaytib qolgan edi. Ayol daydig'inini deb, ich qornini bo'shtib elib, oldi-keyniga qaramay chiqib ketdi. U Rashidaning va yana kimlarningdir kirganini, tashvish bilan bir nimalarni deyishganini ko'rdi. Ammo nima deganliklarini anqira olmadi. Uning ko'ngli g'ash edi. Shu g'ashlik ichida tushuniksiz illiqqina bir sezim bor edi. Ayolning hurpib turgan tishi, mushukdek qiyofati uning ko'z oldidan ketmaydi. Shu kuni u kechicha rahmatlik onasini, bolalik vaqtlari o'tgan kichikina vayrona qo'runi, yana nurg'un notanish chiroylarni tushib chiqdi. Tong saharda uyg'onib ketib, uzoqcha to'risga qarab yotdi. Shundoq, uning bolalik chog'lari bir vayrona qo'ruda, miskinchilikda o'tgan. Onasi oq seriq, qansharliq, er kishidek qovul ayol edi. Uni va ukalarni beqish uchun ba'zida baqqollik, lampochilik qilsa, ba'zida o'pka hesib qo'yib sotadi. Yana ba'zida qurilishda ishlaydi. Shundaqdimi ularning turmushi bektasda o'tadi. U va uning ufqalari toza tan qo'yib o'sayotgan bo'lg'ach yeb to'ymaydi. U maktabdan kelganda cho'ng ufqisini boshlab shahar atrofidagi axtarma qilingan etizliklarda, jiydiliklarda yurib, yegidek narsalarni yig'adi. Yo'g'on bo'ri itning qo'g'lishiga, tutilib qolsa o'lgidek tayoq yeydiganligiga qaramay, atrofning etizliqidan o'g'irliqcha beydi deyiladi. Qocholardan tartibkin, ularning uyidan yot er kishilar uzilmaydigan bo'lib qoldi.
Onisi oqshimi ichkarki uyning eshigini ching taqab qo'yib, tashqarqi uyda mehmon kutadi. U uydan xeyli vaqtlargacha do'ttar naqshi ovozi o'nglanib turadi. Kelgan mehmonlar yerim kechilarda, ba'zida xo'roz chilg'anda ketishadi. Ba'zilari qo'rug'a, ko'cha do'qmishiga qusibmi qo'yadi. Uning fikrlari hech ishdan bexabar toshdek qaytib uxlaydi. U bo'lsa kechicha nomusdan, ochliqdan, nafratdan yig'laydi. Qo'lim qo'shnilar uning onasini yomon ko'radi. G'ayvatini qiladi. Ammo yuz turani bir nima deyishga petin olmaydi. Chunki u o'zi yolg'iz butun mahallaga tetadigan ayol edi. Biror sechishig'i tegib qo'ysa, undoq odamni ko'chaga chiqib elib, qo'llarini beliga tarab turib toza tillaydi. Hech kim bilmaydigan, ang hazar aylaydigan ayblarni tishlab tortib, chovusini chitqiyayotdi. Biroq o'rinsiz jidal chiqarmaydi. Odam bo'lsa qilmaydi. O'zining nomratligiga qaramay, bolalarining gelidan, uftisidan qisib qo'shnilarga yordam qiladi. Har qancha qiynalsa-mu, tishini tishlab bolalarini maktabdan qoldirmaydi. U onasini yaxshi ko'radi. Uningga qoyil bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda uningdan qo'rqadi, yotsiraydi. Uningdan nafratlanadi. Har kuni oqshimi keladigan, eshik derazasi mahkam taqalgan uyda onasi bilan kech-kechlab birga bo'ladigan er kishilar uning butkul bolalik davrini tugamas qabih tushga o'xshatib qo'ygan edi. U onasi bilan ko'p qitim so'qishgan. Uyga davomli keladigan bir er kishini o'ltirib o'tmoqchimi bo'lgan. Biroq onasi bo'lmagan bo'lsa, o'sha erlar bo'lmagan bo'lsa, balkim u bugünkidek odam bo'la olmasdi. Uning fikrlarining taqdiri boshqacha echinishlik bo'lar edi. Biroq ana shundoq ayollarga va erlarga bo'lgan nafrat uning qalbiga mahkam o'rnashib qoldi. U o'quvchilik vaqtlarida xizmatga chiqqandimi, Rasidaga bo'lgan pilotinchi muhabbatini hisobga olmaganda o'zini taqvodorlarcha tutdi. 30 yoshga yaqinlashguncha Ra'no bilan to'y qilguvchi ayol jinsiga ko'z qarini solmadi. To'y qilgandan keyin o'zining, oilasining nomini butun kuchi bilan qo'g'di. Vujudidan bolalik vaqtlarining qabih tushga o'xshaydigan ko'ngilsiz xotiralarini yo'qotishga, tub yiltizidan quritishga urindi. Biroq tunugun atigan heliqi ayol uning uzun yillik istihkomini birdila vayron qilib etdi. Uning qalbida muhabbat ham nafrat, taqazzolik ham qo'rqinch aralashgan g'alati bir xil hissiyot bosh ko'tardi. Agar shu topda uning so'l mo'risida rostli bir shayton bo'ladigan bo'lsa, u o'zining qalbisidan qoqoqlab kulib o'tadigan-di. U o'zining umidsizlik ichida jinining boricha yo'q deb varqirayotganini to'ymay qoldi. Ayol atisi kelmadi. O'ginimi kelmadi. U bu harakati orqali uningga jang e'lon qilgan edi. U da emas, axlatga to'shib ketgan simsivat, quruq choydan, suv qo'yilmagan gullar, hatto nemish quduri yiqilmas bo'lib qolgan chiroqmi uningga jang e'lon qilayotgandek edi. U ayolning ko'zga sig'maydigan hamma qiliqlarni ko'z oldiga keltirib, uning naqadar arzimas, yirginchlik ekanligini yana bir qitim kuchab isbotlab chiqdi. Biroq har qitim ishik tirq qilganda u ishtik beshini ko'tarib qaraydi. O'sha yirginchlik ayolning sag'risini to'lg'ab yengib kirib kelishini, g'ingshib naqshi etqash ishxonani tozalashini, choydonga choy akirishini, pardalarni shart-shurt qilib echib, o'zining tishig'i tegishini orzulaydi. O'zidagi bu g'ayriy holatni Abdulla aytgandek odatlanib qilish, shartlik refleks deb tushuntirishga urinadi. 3-kuni ayol hech qanday ish yuz bermagandek kirib kelganda, u o'zini intayin xushal sezdi. U qog'ozdan beshini ko'tarmay o'ltiribmi, xuddi badanining hamma yeri ko'zga aylangandek uning harakatlarini, pulni surtganini, pardani yerim echib qo'yganini, gullarga suv qo'yganini, choydonga choy elib kirganini, takchilarni surtganini ko'rdi. Ayol paypoqsiz putlari bilan o'rindiqqa dastlab sal ko'tarilganicha chiroqning u yer bu yerni to'lg'ashga boshlaganda u beshini ko'tardi. Boshlarini orqasiga tashlagan.
Bütün vücudu bilan yuqoriga intilib turgan oşu qiyofati uning ajoyib chiroyli ko'rindi. U bu ayolning sat, yirginchlik emasligini, aksicha kishini intoyin jalb qiladigan ayol ekanligini hayronlik ichida yana bir qaytim his qildi. Tova, ayol kishi degan ajab sirliq bo'ladi ekan. U kichik vaqtlarida fuqalarning cho'rgiltib qarab o'ynaydigan bir o'yinchiqi bor edi. Her tarafga cho'rgilatib turib, diqqat bilan qarasa, uning ichida bir-biriga o'xshamaydigan yangi sirliq ko'rinishlar paydo bo'ladi. Onasi uni shayton ayniki deydi. Uning optik aynaklar bilan naychilardan yasalganligini, ismining kaleidoskop ekanligini keyin bildi. Ayol kishimi xuddi shunga o'xshaydi ekan. Bir qarasang undoq, yana bir qarasang mundoq ko'rinadi ekan. Ba'zi ayollar go'zal, mag'rur ko'ringani bilan amaliyotda ichi quruq, sovuq, chaqinib bo'ladi ekan. Yana ba'zi ayollar qarmoqqa mundoqli turg'ini bilan naqadar tushuniksiz, o'zgarishchan haqqa. Amaliyotda turmushmu shu ayollarga o'xshaydi. O'zgarishchan, tegiga yetkili bo'lmog'idek sirliq. Tushdan keyin u muavin idora boshlig'i Lavchin va Abdulla bilan sirtqi yig'inga ketib etib, Abdulladan Masturaning eri va bolalarini so'radi. Erini damsiz. Bir qora qursoq ishchi qanchalik bo'lmoqchidi? Parqozimdigi har holda yomon emas ishlab yurdi. Anglasak, uyda bir zonaga ardaydi. Xotinni 2 kun bir dombalab turamish. Biroq bu xotinmi bo'sh keldigandek emas. U Tal'atga ehtiyot bilan qarab qo'yib, gapining oxirini yutib-etdi. Biroq darhol afsona latifadan birini boshladi. Bir savdogar og'aynam bo'ladigan. Bir kuni ishkirga mangdim deb qo'yib, xotin bolalar bilan xo'shlashib yo'lga chiqibdi. Poyezd stansiyada og'aylar bilan uchrashib qilib ichishibdi. Yerim kechida xotinim bo'lsa yuqash atkizib beraman, yuringlar deb og'aylarini uyga boshlab beribdi. Og'aylarni bolalar yotadigan uyga boshlab akirib, uxlayotgan bolalarni "Mavu cho'ng bolam, mavu ikkinchisi" deb tunishtiribdi. Hujrasiga kirsa, ayolning endi bir er kishi uxlayotgudek. U og'aylarga qarab, "Mavu men" debdi. Nimada qiziq a? To'rt er kishi qoqoqlab kulishdi. Shopir bilan Lavchin og'ziga tegmay, "Bu Abdulla baq qiziq narsa jumu" deyishib ketishdi. Chiroqlar xuddi uyquliq ko'zlardek g'uva yenib turadi. Yo'q, chiroqlar emas, qator tizilgan o'tqochlar yenayotgandek ko'rinadi. Atrofda olubulu ko'langilar arvohlardek agib yuradi. Kimlardir so'z selib naqsha aytib ko'langilar g'oyib bo'ldi. Naqsha so'z ovozi o'chdi. G'uva dolidek keng ishxonada u o'zi yolg'iz qoldi. Mastura uningga orqasini qilib engishib bir nimalarni qilyotdi. Pat-pat bo'ynini burab, uningga qarab kuladi. Uning kulkisi ajoyib sirliq, tartimliq, go'yo uni o'ziga chaqirayotgandek edi. Engishganda ko'rinib turadigan paypoqsiz pochaqlari qaltis chiroyli, yo'tilari marmardek porqiroq edi. Ayol to'xtamay uningga burilib qaraydi. Oldiga tushib turgan ushiq sochlari orasidagi ko'zlaridan o't chaqnatib kuladi. U ayolga qadam-qadam yaqinlashishga boshladi. Yerda mengib emas, osmonda uchib ketayotgandek qiladi. Ayolmi uchib kelyotdi. Pat-patla uningga burilib qaraydi. Ko'zlari jomdek yo'g'inib, go'zallashib ketgandek, lovuldab yenayotgandek. Qip-qizil bo'yib olgan lavlarimi lovuldab yenayotgandek ko'rinadi. U qo'llarini uzitib, ayolni quchoqladi. Qo'llarining uchidan kirgan shirin bir jo'g'ildash butun vujudiga taradi. Bu u umrida his qilib boqmagan ajoyib sezim edi. U ayolni texmichon quchoqlamoqchi bo'ladi. Ammo nemishqidir qo'llari qo'lashmaydi. Ayol xuddi beliqda qo'lidan chiqib ketadi. Oldiraydi, tit bo'ladi. Ushtum-tut eshik ochildi. Eshikdan kirgan xanjardek uzun yo'riqlikda egiz bo'y bir er kishi ularga qarab turadi. Uning oldi tarafi qop-qorong'ulik ichida bo'lib, faqat ko'zlarla bo'rining ko'zlaridek yenib turadi.
Uning ichida bir to'p odam bo'ynini so'zib, ishxonaning ichiga qarishib turadi. Ularni ko'rsatib, og'ziga tegmay bir nimalarni deydi. Tugashdim. Hamma ish oxirlashdi. Uni kuchli qo'rqinch urib oldi. U ayolni qo'yib-etdi. Xizmat ustolining oldiga kelib, o'ziga tunish tartmini ochdi. U yerda qizil tovarga o'ralgan tapancha bor edi. U tapanchani qo'liga oldida asta ko'tardi. Tapanchaning muzdek sovuqini o'z chekisida his qildi. Barmoqi tepkida. Sal kuchsila hamma oxirlashidi. U tepkini bosdi. Shuning bilan tangla dahshatli ovozda vorqirvatdi. U chiliq-chiliq targa cho'mgan holda uyg'onib ketdi. Nima degan bema'ni tush degansa. O'z uyining tam to'rislariga, derazadan ko'rinib turgan zulmat kecha osmoniga qaradi. Vujudini tehicha toshdek eg'ir qo'rqinch besib turadi. U o'limni, bo'libmi mundaq o'lib bilishni xiyoliga keltirib boqmagan. Ammo bugun uni tushida barliq dahshati bilan beshidan kechirdi. Shu qadar aynan, shu qadar surlik. Yiliqi ayol bilan uchrashishni xiyoliga keltirmagan. Gerçi yaqindan beri uningga bo'lgan qarshi o'zgargan. Hatto uningga oz to'la qiziqadigan bo'lib qolsa-mu. Biroq u tushidagi oshu hissiyotni, uni quchoqlab olgan chog'dagi vujudining shirin jo'g'ildishini xiyolidan neri qilishga amalsiz. Shundoq. Bu tush haqiqatan mug'aliydi. Biroq Feroid tushni yoshirin angpoliydi. İnsan tabiatining yoshirin qatlamidagi narsalarning oshkorlanishi degan. Demak, bu uning mohiyatining oshkorlanishi-mi? Demak, u Abdulladin va boshqa ko'p qism erlardan qilchi farqlanmaydigan. Hatto ulardan eshib tushadigan shalloq erkishi. Faqatla bu shalloqlik bu vaqtga qadar oshkorlanmagan. Diqqat bilan yoshiringan xolos. Shundoq ekan, u oshularda xolg'inini qilib, erkin azali yashasa bo'lmasmi? Koridorda birining ovozi, hojatxona suvining sharqirishi anglandi. Shu chog'dala u allaqachon tong etib ketganligini sezdi. Derazadan bosh ko'z osmoni, yopirmoqlarini bir qavat to'pi bosgan qor yog'och shoxlari ko'rinib turadi. Yana bir kuz. Texi tunugilla bahor kelgandek qilgan edi. Uning ko'nglidagi bahor tuyg'usi, bahor elib kelgan hayajon ham shodliq texi yo'qolmay turib ko'zmu kelib qoldi. Qo'rudagi olmalar g'o'chida checheklab ketgan bir atigini u ayoli bilan bolalarini elib shahar sirtiga chiqib kelishni ko'ngliga pukkan edi. Ati o'gin deb armon peti qildi. Ati o'gin deb u hayotida yana qanchalagan go'zal orzularini qurbon qilib etmadi. Tushdek qisqa hayotda tabiat ato qilgan barliq go'zal hissiyotlarni qadrlash kerak. Odam bu dunyoga qaytib kelmaydi. U bolalarining ovozini angladi. Ayoli eshikni ochib kirib keldi. Bugun nima bo'ldingiz? Choy tayyor bo'lib qolguchilikmi qo'pmabsiz-ku? Beshim og'riryotdi. Beri keling, beshimni tutib qo'ysangizchi. U ko'nglidagi tushuniksiz xijillikni yo'qotmoqchi bo'lib, ayoliga yolvurgandek qaradi. "O, ishma odam nima deydi oldirab turganda?" dedi u kulimsirab va yaqinroq kelib qo'shib qo'ydi. "Bolalarning oldida settirmamdi." Bugun dasturxon ustida qizi ko'ziga bo'lakchala o'moq ko'rindi. U qizining uchsidagi chet el meli ishkanligi chiqib turgan esil ko'ngilga havas bilan qaradi. "Ko'nglingiz bek chiroyli ekan, qizim. Apangiz yetmadimi?" "Yo'q, Rashida adam kelibdi. Chet eldan tuqqanlar kelibdi-kan. Texi opamga atlas, popoyka, akamga shaxmat kelibdi. Har astada sizga muba shilapa bilan galstuk kelibdi sizga." Ağzı pelimotdek ishtiq qizini to'sishga amalsiz qolgan ayoli sal tamtirab erining ko'ziga ansiz tikildi. Uning g'ujjida ochiq keldi. So'zlamoqchi bo'lib og'zini ochishga tomiqi o'pkisi ketib bir hazo yo'taldi. Oxiri o'zini besib elib ayolidan. "Pulini berdingizmi?" deb so'radi.
Qarang mundaq gap. Pul tanglasam, viyayman savdogarchilik qilg'il kelmadim deb illa billa alg'ili unmadi. Men endi o'yladim, o'g'ilning yo qizining to'yini qilganda men mumush narsalarga to'g'rilab. Onun geli g'iqqidi bo'lib qoldi. Quruq choydan bir o'tlab o'rnidan turdi. İşxana binasının oldida Toyota markalı pikapning yanida uni partkom shujisi Laoyang bilan muavin idora boshlig'i Laochin kutib turadi. Abdullamu Yaponiyadan import qilingan minibusning ichida o'ltiradi. U shu chog'da shangonlik mehmonlarni va ularni kutib olish ishini esiga oldi. Aeroplan nima sababdandir qaralidan ilgari yetib kelgan bo'lib, mehmonlar ularni aeroplan kutish uyida saqlab o'ltiradi. Özür xohliq va takalluf so'zlardan keyin qisqacha tunishtirish bo'lib o'tdi. U o'mak boshliqi, egiz bo'y, oppoq sochlarini kayniga tarab, oltin kirvakli ko'zoynak taqagan to'ri sifat kishi va uning yosh, sharandoz ayol kotibi bilan bir pikapda o'ltirdi. Ayol kotib o'z boshlig'iga bo'lgan yaqinchiligini qilchi yoshirmaydi. U pikapning keynidagi o'rindiqda boshlig'iga choplashib o'ltirib, o'z tilida bir nimalarni tushuntirib ketdi. To'ri sifat kishi adab yuzsidan o'lchamlik xanzu tilini buzib so'zlab. Mening kotibim biz bu yoqqa kelishdan burun Shinjongni alohida tadqiq qilgan. U menga sizlarning yurtinglar to'g'risida dars o'tyotdi, deb qo'ydi. Shundaqmi? Bak yaxshi-ku, dedi u mu adab yuzsidan va ko'zini pikap aynikidan ilib qochib sirtqa qarashga boshladi. Yo'l bo'yidagi binolar, dal-daraxtlar, odamlar. Pikap derisidan g'ilpal ko'rinatida hashpeshtigicha orqada qaytalanmas o'tmish iqimi ichida g'oyib bo'ladi. Bu ko'rinish hayotning o'zi emasmi? O'tib ketgan narsalarning hammasi yo'qolgan narsalar. Hayotning har bir minutini, hozirni ching tutish. Hayot insonga ato qilgan barliq go'zal narsalarni qadrlash kerak. Undaqda mavi ishkaylarning o'tirsida haqiqiy go'zal narsa bormi? Uni masturaga bog'lab turgan narsa zodi nima? Yoki hayotning o'zi iflos razillikmi? U nima uchun neni bilimlik, go'zal ayollarga ko'z qirini silib qo'ymaydi-yu, nadiki bir savotsiz oila ayolining piraqida kuyib pishib yurdi. U qanday qilish kerak? Uni mo to'riga o'xshash kayniga silib yursinmi? Yoki uning bilan xufiyani uchirishib yursinmi? Yo'q, mumkin emas. U qalbidagi yov o'tni rahimsizlik bilan o'chirishi, mangu o'chirib etishi kerak. Mehmonlar shahar sirtidagi katta mehmonxonaga o'rlashdi. Kechda ularni kutib olish sharafiga oddiy ziyofat tayyorlandi. Ayol kotib safar usti kiyimlarini silib tashlab, yelkalari ochiq, bir tutamda keladigan belini siqib turadigan yengil kumush rang ko'ylak kiyib olgan edi. U sohibxonalar bilan kayni-kaynidan qadah urishdi. O'zi uchunmi, boshqa uchunmi ishdi. Biroq zodil o'zini yo'qotib qo'ymadi. Uning turqidan dadillik, pamparosat ham tarbiya ko'rganligimi, kazzoblik, ochko'zlik ham shalloqlikmi chiqib turadi. Vujudiga yo'g'rilib ketgan shuncha ko'p qarma-qarshi xususiyatlar uning vujudiga o'zgacha sirliqlik va tortimlik baxsh etgan edi. Dunyodagi ayollarning hammasida shundoq bir xil o'xshashlik bo'lamdi yoki bu tasodifiy to'g'ri kelib qolishmi? U ayol kotibning qandoqdir bir tarafini masturaga, o'sha savotsiz, besham, shalloq, yana bir yerlari suyumlik ayolga o'xshatdi. O'xshamaydigan yeri Ausi xuddi esil qochilangan chet el meliga o'xshash pardozlangan, go'zallashtirilgan. Yana birisi bo'lsa, pardozlanmagan, asli holatida edi. Ziyofatdan keyin u uyiga emas, ishxonaga qaytdi. Qorong'uda o'rindiqqa cho'kib o'ltirib, har kundagidek eshikning ochilishini kutdi. Uning ko'z oldida mo'jiza yuz berdi. Eshik ochilib, Mastura kirib keldi. Butun dunyodan parvoyi palak holda naqsini g'ingshig'inicha pardalarni ochmoqchi bo'lib qo'lini ko'tarib edi. Oltin bilan ushoq tuk bosgan to'liq belaklari ochiq ko'rindi. Ana, yumrat bo'ynida halqa-halqa bo'lib turgan sochlari,
chippida keladigan kiyimlari sirtidanmi aniq belinib turadigan badan kipdi. U ishxonadan chiqib pastga tushganda ishxonadagi boyiqi holati o'ziga to'limi kulkilik belindi. Cho'ng darvoza tarafga ketib yetib, bir pas ishkilandida qadamlarini to'xtatib, yonga Gullikka burildi. Har oqshimi bu yerni qizitadigan o'yin xumor yoshlar. Tayjichon o'ynaydigan qiyrilar. Bola chaqalarini aygashtirib, salqindaydigan o'tir yoshliqlar allaqachon tarqab ketishgan. Gullik va gullik atrofidagi kichkina bo'stonliq sutdek oy nuriga orambaxsh jimjitlik cho'mgan edi. Simon ko'lchakka qo'yilayotgan suvning yenik shildirilishi bilan gullarning xushpurqi xuddi yengil muzikadek yoki allay naqshidek bu jimjit oydin kechiga rohat baxsh masxushlik baxsh etgan edi. U mushu pok orambaxsh muhitda o'y fikrini ratga silib, hissiyotini tanishib olmoqchi. Napak orzu havaslarni o'zidan yiroqqa qo'g'lab etmoqchi bo'ldi. Biroq Gullik uning orzusidagidek tinch emas edi. U bir necha qadam mengishig'ila kechining shirin uyqusidan kechib, bu pinhonda mungdishayotgan bir jup oshiq ma'shuqning yenidan chiqib qoldi. Va birdilla anglangan tonish ovozdan uning yuragi qattiq so'qib ketdi. U ovoz kelgan tarafga diqqat bilan qarab, ko'ngling kirvikida sal sangoyan o'ltirgan ayolni va yana bir kishini ko'rdi. Yoqisi keng echilgan oq ko'ngla kiygan ayol to'ng'iyotgandek qo'llarini maydasiga qovushtirib olgan edi. Kishi uning oldida o'r turib tomok yuyavatdi. Bo'ldi, masturam, bo'ldi. Og'zingizga beqib, atrofingizga qarabroq so'zlang. Ma'u daldaraqning quliqi bojimi? Men sizga rostgapni aytsam, u sizga xili qiziqib qolgandek qiladi. O'tganda sizni mendan mo'shundoq bir xil alfozda surishtirib ketdiki, qizirib, duduqlab, bayni bir ishqivoz yigitdan, kundoshligim tutib ketmasmi? Tos qoldim enikiga solg'ili. Voy, Mao Abdulla akamni. Undaq yavaş generalni men sizga tanqilatdimmi? Kishidekmi ko'rinmaydi u menga? Ha, ma'qul, lekin vaqti kelib, apoq-chapoq bo'lib ketganda, o'rdadagi ba'zi ish ko'sh, gap so'zlardan bizni xabardor qilib tursangiz bo'ldi. Ishpiyonlik qilsalar deysangiz shu uningdan. Mao Abdulla akamni. Biroq mening shartim bor. Men tozliq ishchisi bo'lavermasman. Ov tarqitish bo'limidagi Shojamo ishqirdan tunogin kelgan savossiz ayoldi. Hozir degan ko'jang bo'ldi-jumu. Ko'zaynakni taqab o'ltirdigan bo'lsa, nadin kelgan ziyoli ekan deb qolasiz. Naqadar esil ko'rinishi. Mundaq ko'rinishlarni faqat Shekspirning dramalarida ko'rish mumkin. Bu ko'rinish xuddi shiddatli bo'rondek uning qalb dunyosini bir pastila ostin-ustun qiladi. Hürmetli radio anlıqçılar. Yazğıcı Halide İsrail'nin Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Gulni gulga ba'midilar, gulni tikanga ba'dilar. Gul xilini topqicha, qiyri beg'amga ba'dilar. Bu bachchalarning nim qilg'indi. O'tiga o'qis tutizmagan tursa. Shuni demamsiz, biroq bo'lg'iliq bo'pti. Boya Rashida ishkimiz maslahatlashdik. Qizga choy ichirib bolalarning beshini bog'lab qo'yaylik devatimiz. Yo'ldosh Tal'at, siz rahbarlik o'rniga chiqili ancha uzun bo'lmadi. Abdulladek peshqadam tayanchilar bilan ittifoqlashishga diqqat qiling. Gap so'z bo'qqanmisiz yana? Buningga ma'qul o'zg'inim. Sizlar uchun birlagan g'ori emas, birlagan tilla desimi, tepiladi sizlar. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur.